O'zbekistonda eng tez Porsche videoni oxirsida ovozini eshitasizlar. I want my get back on. Let's get out of my way. It's not so easy come, easy go. I need a break. 0 dan 100 gacha 2,4 sekundda chiqadi. Mashinada stage 2 qilingan, downpipe'lar o'rnatilgan va trassasi titanoviy deykindan qo'yilgan. Shunaqa mashinani yo'llarda ko'rsanglar, bitta savol sizlarda faqat bo'ladi. Shu mashina olish uchun nima ish qilish kerak? Izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Shunaqa mashinaga o'tirganingizda hamma problemalarni unutib qolasiz. Obuna bo'lishni unutmanglar, ovoziga o'tamiz. Agar sizlarda ham lyuks avtomobil bo'lsa, sizlar uni tuning qilmoqchi bo'lsangiz, Zero Performance'ga tashrif buyuringlar. Ular sizning mashinangizni cho'tki rezultatlar bilan sizning mashinangiz rezultatlarni yaxshigina ko'rsatib beradi.